Assalomu alaykum. Bizani kuzatib borayotgan yaqin obunachilarimiz. Bugungi ko'rsatib o'tayotgan xonadonimiz Yashnobod tumani Iltifot mahallasida bo'lyapti. Ko'rib turibsizlar orqamdagi qasr xonadonimiz. Ko'pchilik aytadi-yu, $350,000 deydi-yu. Bitta gellik puliga yo uchastka yoki gellik. Nima deb o'ylaysizlar? Umumiy yer maydoni 2,5 sotiga qurilgan shu xonadonimizni bugun sizlar bilan obzor qilib beraman. Bu joyimizda gaz, suv, svet, kanalizatsiyagacha kelgan mahallalar. Kirishimiz bilan sizlarni xuddi shunaqa chiroyli fasadimiz kutib oladi. O'zini alohida zeleniy zonasiga ega, tashqaridan tushib ketish uchun yerto'lamizga qaranglar, yo'llarni ham qilib qo'yishgan. Bu kichkina zeleniy zonamiz bo'lyapti. Tashqi fasadimiz chiroyli, yorqin fasondagi remontlardan foydalanishgan ekan. To'g'risini aytsam, menga vafshim yoqyapti. Endi darvozaxonamiz bor, alohida o'zini eshiklariga ega, bemalol bitta mashina qo'yib turish uchun alohida joylariga ega. Tashqarida o'zini alohida letniy hojatxonasi bor. Agar mana bu joyimiz ko'rib turibsizlar, ayollarimizga eng kerakli joylardan bittasi bu yozgi letniy kuxnyamiz bo'lyapti. Gaz plitalarigacha ham qo'yib qo'yganlar. Hamma texnikalarni kamchiliklari bor deyaptilar. Ozgina shularning hammasini bitirib beraman deyaptilar. Tashqi fasadimizni ko'rib turibsizlar, qanaqa chiqqan, kommentariyada o'zingizlarni fikringizni, alohida fikringizni qoldirib ketinglar. Endi asosiy xonadonimizga kiramiz. Mana shu glavniy eshigimiz orqali xonadonimizga kiramiz. Kirishimizdan oldin har bitta mana shu ko'rib turgan obunachimizga, har bitta sizlarni kuzatib turgan obunachimizga kamida xuddi shunaqa uylarda yashash nasib qilsin deganlar bitta laykchani bosib qo'yaverasizlar. Endi holimiz bo'lyapti, qaranglar, katta bemalol divanli zona qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. To'g'ridan boshlay qolamiz. Qaranglar, eshiklarga e'tibor beringlar. Bu xonamiz tashqari qaragan oynalarga ega o'zini, teylarni chiroyli qilib kafil qilib qo'ygan ekanlar. Oshxonamiz bo'lyapti. Endi kuxnylarni o'zingizlarga moslashtirib qo'yib olasizlar. Joylar ham qo'yib ketishgan. Keyingi xonamiz mehmonlar kutadigan zalimizni ko'rsanglar bo'ladi. Zalimiz ancha katta, bahaybat qilingan. O'zini televizor qo'yishga joylari ham bor, alohida katta panoramli oynalarga ega. Bu xonamiz qanaqa chiqqan? Baho berib ko'tarasizlar. Qaranglar, mana bu joyimiz televizor qo'yadigan burchagimiz. O'zi ko'p uylarda ko'ramiz bunaqa narsalarni. Qanaqa chiqqan o'zi kommentariyada fikringizni qoldirib ketinglar, xolisona fikringizni faqat. Keyingi xonamiz birinchi etajimiz uchun mo'ljallangan. Baribir spalniy kerak bo'ladi. Spalniyimiz ham xuddi shunaqa, tashqari qaragan oynalarga ega, televizor kabellari uchun joylar, Wi-Fi kabellari uchun joylar ham qo'yib ketishgan alohida qilib. Qaranglar, mana bu ranglardan foydalanishyapti. Menga lekin to'g'risini aytsam, rosa yoqyapti. Teylarni qaranglar, parket qilib, chiroyli qilib qo'ygan ekanlar. Umumiy xonadonimiz tupli pol orqali sirkan. Birinchi etajimiz uchun mo'ljallangan. Общий saunzelimiz kattaligini qaranglar, o'zini vannalarga ega. Zinamiz orqali pastga yerto'lamizga tushib ketsanglar ham bo'ladi. Endi sizlar bilan ikkinchi etajga ko'tarilamiz. Ikkinchi etajga ko'tarilyapmiz, qaranglar. Oq bilan jigarrangda kalibratsiya qilingan ekan. Mana bu joyimiz oynali burchagimiz bo'lyapti. Qanaqa chiqqan, qaranglar. Ikkinchi etajga ko'tarilishimiz bilan sizlarni katta hol kutib oladi. Ancha katta. To'g'rida tashqari qaragan oynalarga ega. Bu yerda akam aytayotdilar, sifatli narsalardan foydalangan ekanlar. Endi kameramiz uncha sizlarga ko'rsatib bera olmayapti. O'zingizlarni ko'zingizlar bilan kelib ko'rsanglar, bitta baho berib ketaverasizlar. Balkonchasi bor o'zini alohida. Xonadonimizda shunda tashqi mahallamizni ko'rsanglar ham bo'laveradi. Ancha katta, bemalol choy ichib, dam olib o'tirsanglar bo'ladi balkonimizda. O'ng qo'lda birinchi xonamiz, birinchi yotoqxonamiz bo'lyapti. Ota-onamiz uchun mo'ljallangan, qaranglar, katta spalniyimiz. Tashqari qaragan o'zini panoramli oynalariga ega, Wi-Fi kabellari uchun qaranglar, xonli joylar tashab ketilgan. Bitta o'zini garnitur xonasi va o'zini alohida saunzeliga ham ega.
qaranglar, ancha katta qilib qurishgan ekan. Keyingi xonamiz detskiy xonamiz borda. Qaranglar. Har bitta xonamizda e'tibor bersanglar bo'ladi. Tashqari qaragan o'zini oynalariga ega. Klassik usuldan foydalanishgan ekan. Bu xonamizda qaranglar, ortiqcha ko'zni charchatadigan fasondan foydalanishgan. Mana bu xonamizga qaranglar, keyingi oxirgi xonamiz borda, qanaqa chiqqan. Odatda lekin kamdan kam uchratamiz. Bunaqa ranglarni to'g'risini aytsam, sizga men xuddi shunaqa rang yoqyaptimi, nima deb o'ylaysiz? Kommentariyada bitta like tugmachasini bosib ketsangiz, o'shanga qarab biz shunaqa uylarni olishda davom etaveramiz. Va ikkinchi etajimiz uchun mo'ljallangan общий saunzelimiz o'zini vannasi bilan. Zinamiz orqali yerto'lamizga tushishimiz bilan ko'rib turibsizlar, sizlarni chiroyli mana shunaqa xo'l kutib oladi. Bu joyimizni bemalol divanli zona qilib qo'ysanglar ham bo'laveradi. Yerto'lamiz o'zida pashti qo'l bilan hisoblaganda 3 ta xonamiz bor. O'ng qo'lda umumiy yuragi, atapetiniy sistemasi sho'tga joylashtirilgan, qaranglar, kafillar qilib, akkuratniy qilib qo'ygan ekanlar aka. Keyingi xonamiz, botimiz, botni spalniy qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Tashqarida havolanib turish uchun oynalar ham qo'yib ketishgan, akkuratniy, oppoq aboylardan foydalanishgan ekan. Yerto'lalarimiz uchun mo'ljallangan общий saunzelimiz. Qaranglar. O'zini dushavasiga ham ega. Va oxirgi hozir esanglar bu joyimizni zal sifatida foydalaninglar. Qaranglar, xohlasanglar PlayStation o'zingizga moslashtirib xona qilib olsanglar ham bo'laveradi. Tashqaridan xodimiz bor, yerto'lamizga tushadigan. Mana bu joyimizga qaranglar, endi kino ko'radigan joy qilib qo'ysanglar ham bo'laveradi. Katta bitta monitorni qo'ysanglar, yaqin jigarlarni olib kelib PlayStation'da o'ynasanglar ham bo'laveradi. Ushbu ko'rgan xonadoninglar agar kimga yoqqan bo'lsa, xonadonimizni umumiy kvadraturasi 350 kvadratni tashkil qilyapti. Yerto'lasi bilan birga. Xonadonimiz narxini $350,000 deyaptilar xonadon egalari. Agar kimgadir qiziq bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz. Aloqaga chiqib, o'zingizlar chiroyli baraka qilinglar. O'zingizlar ehtiyot qilinglar.